qirg'izistonlik domilla gapirib chiqqan ekan, hijobli qizlar haqida duet qildim. Ko'pchilik qirg'izistonliklar noto'g'ri tushunibdi. U video abrashini Qirg'iziston yoki Qozog'iston yoki O'zbekiston yoki Tojikistonga emas, musulmon qizlarga tegishli degan domilla noto'g'ri gapirmagan. O'zimning ham fikrim bor. TikTokda prямой efirda o'tirib qanchadan qancha erkaklarni, nomahramlarni ko'ziga tushib, birinchi o'rinda ko'z zinosiga uchrayapti. O'sha hijob bilan turib shunaqa narsa qilyapti. O'zini shaxsiy manfaatidan TikTokda daromad qilish uchun ko'pi hijobga kirib olib, donatorlarni urab, donatorlardan podarkasini olib, efir tugagandan keyin borib ijodini qilib kelyapti. U bo'ladigan haqiqat gap. Yana ham o'zingizlar bilasizlar, men g'iybat, ig'vogarlik, haromiylikdan yiroqdagi insonman, lekin hijobni o'yin qilishma. Harom ishlaringni, harom ishlaringni ochiqdan ochiq qilavergin, lekin hijobni kiyib olib, hijobdan keyin ijodni qilmagin. Bu gap liboy hijobdagi TikTokda o'tirgan qizlarga. Yana kim ig'vogarlik qiladi, negativ yozadi, o'zi biladi. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Joninglar sog' bo'lsin. Salomat.